Tasavvur qiling, atrofingizdagi har bir inson, uyingizdagi xizmatkor, ko'chadagi tilanchi, eng yaqin do'stingiz, hatto sizga qahva keltirayotgan shaxs ham davlatning maxfiy ayg'oqchisi bo'lishi mumkin. Siz aytgan har bir gap, qilgan har bir harakatingiz bir necha soat ichida imperiyaning eng yuqori nuqtasiga, sultonning stoliga hisobot shaklida yetib boradi. 19-asr oxiri Usmonli imperiyasi parchalanish arafasida, tashqaridan Yevropa davlatlari, ichkaridan esa xoinlar saltanatni har tomondan g'ajimoqda. Ammo bir inson, Sulton Abdulhamidxon II, taxtda o'tirgan holda dunyoni hayratda qoldirgan, tarixda o'xshashi yo'q, dunyodagi birinchi eng mukammal maxfiy razvedka tizimini tuzdi. Bu tashkilot Yulduz tashkiloti deb nomlandi. Bugun biz siz bilan tarixdagi eng qo'rqinchli va daho josuslik tarmog'ining qora pardasini ko'taramiz. Videoni o'tkazib yubormay ko'ring, chunki haqiqat siz o'ylagandan ham chuqurroq. Abdulhamid II 1876-yilda taxtga kelganda, unga deyarli o'lim to'shagidagi imperiya meros qoldi. Davlat qarzlarga botgan, Rossiya bilan urushda mag'lubiyatga uchralgan, eng yomoni saroy ichi fitna va davlat to'ntarishlariga to'la edi. Uning amakisi Sulton Abdulaziz sirli ravishda o'ldirilgan, akasi Murod V esa ruhiy nosog'lom deb topilib taxtdan tushirilgandi. Abdulhamid tushunib yetdiki, davlatni qurol bilan, ochiq urush bilan saqlab qolib bo'lmaydi. Saqlashning yagona yo'li axborot. Kim axborotga egalik qilsa, u dunyoni boshqaradi deb hisoblagan. Shunday qilib 1880-yilda Yulduz saroyida imperiyaning eng maxfiy organi Yulduz razvedka xizmatiga asos solindi. Tizim qanday ishlardi? Juda oddiy va ayni paytda dahshatli darajada mukammal. Bu tizim tarixda jurnal xizmati deb nomlangan. Jurnal bu har bir ayg'oqchining bevosita sultonga yozgan maxfiy hisoboti edi. Eshiting, bu tashkilotning rasmiy a'zolari uncha ko'p bo'lmagan, ammo butun imperiya bo'ylab 10 minglab norasmiy josuslar, ya'ni xalq tili bilan aytganda, jurnalchilar bor edi. Ular kimlar edi? London ko'chalaridagi o'zbek savdogarlari, Parijdagi talabalar, saroydagi oshpazlar, masjid imomlari, pasport nazorati xodimlari, hatto xorijiy elchixonalardagi farroshlar ham Abdulhamidga ishlardi. Har kuni Yulduz saroyiga minglab shunday maxfiy xatlar kelib tushardi. Sulton bu xatlarni shaxsan o'zi o'qir, saralar va tahlil qilardi. Hech qaysi vazir, hatto bosh vazir ham bu xatlarni ko'rishga haqli emas edi. Abdulhamid II nafaqat imperiya ichidagi isyonchilarni, balki butun dunyoni nazorat qilardi. Masalan, Angliya qirolichasi Viktoriya saroyida nima gapirilayotganini Istanbul bir necha soat ichida bilib olgan. Yulduz razvedkasi xorijiy davlatlarning matbuotini ham sotib olardi. Agar Yevropadagi biror gazeta Usmonli davlatiga qarshi yomon maqola yozmoqchi bo'lsa, Abdulhamidning agentlari o'sha gazetaning muharririga katta pul berib, maqolani to'xtatishgan yoki o'z foydasiga o'zgartirishgan. Bugungi til bilan aytganda, u xalqaro mediada axborot urushini mukammal olib borgan. Bundan tashqari u pan-islomizm, ya'ni islom birligi g'oyasidan razvedka yo'lida juda aqlli foydalandi. Hindiston, Markaziy Osiyo, Xitoy va Afrikadagi musulmon yetakchilari, dindorlar orqali Ingliz va Fransuz mustamlakalarining ichki sirlari to'g'ridan-to'g'ri Istanbulga kelib turardi. Albatta, bunday kuchli razvedka tizimining orqasida katta qo'rquv ham yotardi. Abdulhamid II suiqasdlardan juda qo'rqardi. U deyarli Yulduz saroyidan tashqariga chiqmagan. U har kecha uxlashdan oldin yotoqxonasini o'zgartirgan, eshiklar orqasiga maxfiy to'siqlar qo'yilgan. Uning kiyimlari o'q o'tkazmaydigan materiallardan tayyorlanardi. Sulton hatto o'ziga keltirilgan taomlarni avval shaxsiy itlariga yoki maxsus taom tatib ko'ruvchi xizmatkorlariga yedirib, keyin o'zi tanovul qilgan. Yulduz razvedkasi mana shu qo'rquvlar fonida yanada kuchaygan, chunki har qanday shubhali shaxs darhol tekshiruvga olinardi. Ammo har qanday imperiya kabi bu maxfiy tarmoqning ham yakuni bor edi. 1908-yilda yosh turklar harakati va harbiylar inqilob qilib sultonni amalda hokimiyatdan mahrum qilishdi. 1909-yilda esa butunlay taxtdan ag'darildi.
Yangi kelgan hukumat Yulduz saroyiga bostirib kirganida u yerdagi arxivlarni ko'rib dahshatga tushishdi. Saroyda millionlab maxfiy jurnallar, hisobotlar saqlanardi. Eng qizig'i, Abdulhamidni taxtdan ag'dargan insonlarning o'zlari ham vaqtida sultonga bir-birlarini sotib maxfiy xatlar yozishgani ma'lum bo'lib qoldi. Yangi hukumat sharmandalikning oldini olish uchun millionlab hujjatlarni Yulduz saroyi hovlisida yoqib yubordi. Shunga qaramay saqlanib qolgan oz sonli arxivlar ham bugun dunyo olimlarini lol qoldirmoqda. Sulton Abdulhamid II kim edi? Davlatni 33 yil davomida birorta katta urushsiz, faqatgina dohiyona aql va axborot bilan saqlab qolgan buyuk strategmi, yoki butun xalqni qo'rquvda ushlab, hamma joyga josus qo'ygan hukmdor? Bu savolga har kim o'zicha javob beradi. Ammo bir narsa aniqki, u tuzgan Yulduz tashkiloti bugungi zamonaviy davlatlarning razvedka xizmatlari uchun tamal toshi bo'lib xizmat qildi. Aziz do'stlar, siz ushbu tarixiy shaxs va uning maxfiy xizmati haqida nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Agar kontent yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.